hozir mana shu unvonimni onamga topshiramiz. Mama, oyijon. Voy qizim, tabriklayman, ko'rdim. Rahmat. Tabriklayman, katta unvonlar bilan. Oyijon, mana shu unvonni men sizga topshirmoqchiman. Mana qarang, shunaqa chiroyli. Voy, Faxriy unvon. voy qanaqa baxtliman. Guvohnomasi mana oyib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Aytayapman. Sizlar Mustafa Muhadirov O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgan Allohga behisob shukr. Rahmat prezidentimizga shunaqa katta mukofot senga bergani uchun. Tabriklayman bolam. Rahmat, Bundan ham shunaqa martaga baxtliman. ulug' bo'lsin. Iloyim. Yana bir bola. Tabriklayman qizim. Aytganingiz kelsin. Voy, rahmat. Fursatdan foydalanib prezidentimizga, mening prezidentimga men kattakon rahmat aytmoqchiman. Men juda ham baxtli insonmanki, shu vatanda xizmat qilayotganimdan, shu vatanda tug'ilganimdan men g'ururlanaman.